Assalomu alaykum. Hurmatli Jaloliddinning Pahlavon Mahmudda avlodlari. Hammangizga Ozod akamning shukrona kuni muborak bo'lsin. Berga hamma yaxshi kayfiyat bilan, ko'tarinki bir ruh bilan, yaxshi tilaklar bilan kelib o'tiribdi. Xudoyim shu kimdir gapa chiqar, kimdir chiqmas, lekin hammaning ko'nglida gapini yaratganni o'zi qabul etsin. Odamning kayfiyatini ko'tarish umrbek qiyin. Kayfiyatni ko'tarish qiyin, lekin bir yeri bor. Ozod akamning otini eshitsang, laqabini eshitsang, odamning kayfiyatini ko'tariladi. Vaqting xo'sh bo'ladi. Hali qarilar fatiha beradi, duo qiladi. Xudoyim kasbingdan barakat topqaysan deb duo qiladi. Ozod akama shu duo qabul bo'lgan. Ozod akam o'zini kasbidan barakat topib, O'zbekning, ayniqsa Xorazmning sozini, suhbatini, ovozini dunyoning 7 iqlimini olib boraldi. 7 iqlimini olib boraldi. Bu yerda gurung qilayotgan hofizlar, ulug' mana shunday sozandalar o'tib ketdi. Lekin Ozod akam shularga ikkinchi umrni berdi. Ozod aka, Xudoyim tilakchi o'tirganlarning sizga 3 umr bergay. 3 umr bergay. Nega deganda har kim ham bu ishni aplab, Aryani Arab, buyog'i Ajam, buyog'i Moskva, buyog'i Amerikadan beri O'zbekning sozini, suhbatini yetkaza olmaydi. Endi gurung aytsak, gurung ko'p. Yaxshilar, keling, shu hammamizga quvonch bergan, jo'shqinlik bergan, vaqtxo'rchilik bergan Ozod akamiz shukrona kunida, buni yubiley demaslik kerak, shukrona kun deb beraman. Alloh taolo shu umrni berdi, ot berdi, obro'y berdi, balachaga aqtiq chovliq berdi. Kelinglar bir ko'tarinki kayfiyat bilan soz etib, suhbat etib, Xorazmcha aytganda duppalakka chiqarib o'tirali. Men Ozod akama bir ne olib keldim, faxriyorlik. Men bilasizlar, Xalqaro Pahlavon Mahmud nomidagi jamoat fondining raisi bo'laman. Shuning uchun so'zimning oxirida pirning yaxshi bir hikmatli so'zi bilan yakunlayman. Pahlavon Mahmud aytadilar: ulug'liq istasang, bo'l el gadosi, o'zingni unut, bo'l el oshnosi. El seni tosh kabi boshqa ko'tarsin desang, elning qo'lini tut, ham bo'l hokiposi. Ozod akam o'xshab el uchun, yurt uchun, muqaddas O'zbekiston uchun xizmat qilayotgan har bir farzandni yaratganni o'zi qo'llasin. Ulug' pir Pahlavon Mahmudning, Sultoni Jaloliddinning ulug'vor ruhlari bu kishiga, o'tirganlarga, bu yerda o'tirmagan farzandlarga madad bersin. Amin. Ilohim duolar ijobat bo'lsin. Shukrona kun hammamizga muborak bo'lsin. Yetmaganlarni yetkazsin, yetganlarni yana 100 yoshlarga yetkazib, mana Rimboy Sherjonov Pahlavon Mahmudning mana bugungi kunda davomchilari bo'lib turgan polvon akamizning niyatlari ham ijobat bo'laversin. Ikki polvon turibdilar. Men Ozod og'ani gigant ustoz deb beraman. Haqiqatan iloyim. Polvon. Mana yonlarida ham polvon turibdi. Ana shu suratga iltimos yaxshilab qaranglar. Hammangiz Jaloliddin bilan Pahlavon Mahmudning avlodlarisizlar. Ana shu haqiqiy Jaloliddinning siymosi. Ozod akam yoqqa yo'lingiz tushganda erta indin kelib bir tavob etib ketinglar. Hamma yaxshi niyatlarimiz Ozod akama bo'lsin. Rahmat. Ana rahmat. Juda ham ajoyib go'zal tilaklar bo'layapti. Qadrli mehmonlar, bugungi so'zlardan hech qanday zerikadigan o'rningiz yo'q. Chunki 80 yillik umr yo'lini bosib o'tgan insonni to'yda so'z bo'lmay nima bo'ladi? Chunki ta'riflash kerak. Bu insonni kelajak avlodga yana tanitishimiz kerak. Shuning uchun mashvaratlarimiz to'y davrasining, bugungi shukrona kunning tilaklari, ajoyib so'zlari davom qiladi. Men hurmat bilan davraga O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan
jurnalist ustozimiz Abdulla og'a Sobirovni taklif qilaman. Abdulla aka hamma jurnalistlar nomidan, ustozlarimiz nomidan gapiradilar. Yonlarda Husayn Rahmon ustozimiz o'tiribdi, qolgan akalarimiz, shogirdlari o'tiribdi, hammasi nomidan gapiradilar. Abdulla Sobirov ustozimiz butun mana respublikamizga tanilgan qalami o'tkir ustozlardan birisi. Ömürbek rahmet. Ozdağa nere batırsınız? Ozdağa durun yanımda. Hakikaten Ömürbek Ozdağa bana şu vilayetimizin barcha jurnalistleri namıdan, kalamkeşleri namıdan söyleş imkaniyeti barlığından ben çeksiz fakirlanaman, memnunum. Bana bir de acayip ustazlarımız oturuptu. Kur'an-Bay Kemet Erzayip, Hüseyin Eke Rahmanov, başka icatkarlar oturuptu. Bunlar hem Ozatağa'nın en yakın kişileri, en yakın kadırdarları, dilkeşleri, meslektaşları. Şimdi azizler bir nerseni bir yada alın, köyünüze getirin. Uruştan keyinki devir. Hele vahamıza radyo yetip gelgençe yok. Patefon endigine payda yaptı. Televizyonu bu tali düşümüzde hem körgenimiz yok. Şu oşa payda şu koşup külegen, şulla aytkan xonandalarning avazları fakat kine şu devrenin özde kalıp ketken. Hiç kim onlarını başka eşitken emez. Ana endi ondan keyinki devrede mene Azat aka Kemalga yetip, mene şu Xorazmda juda bir katta bir tarihi işning, inqilobiy ishning uddasidan chiqdi. Mene shularning ovozlarini ebadiyleştirip evlatlardan evlatlarga yetiştirishdik. Büyük bir ixtironi amalga oshirdi desek ham bo'ladi. Büyük bir ishning boshida turdi. Ve katta studiyani yaratib, mana hozirgi kunda qaraymizki, viloyatimizda shu paytgacha yashab o'tgan, ayni kezda ham yashayotgan, umrguzarlik qilayotgan barcha nomdor, taniqli xonandalarning hammasining ovozlarini tasmalarga tushirib, ularning ovozini ebadiyatga muhrladi. Shu kishi bo'ladi, mana shu xonandalarning o'tgan xonandalarning ovozlarini hozirgi kunda bizga taqdim etayotgan, biz esa uni muriqib tinglayotgan, eshitayotgan shu nelar shularning ishlarining boshida turgan inson mana Azat og'a bo'ladi. Azat og'ani qutlug' yoshi bilan yana bir bora o'z hamkasblarim nomidan, ijodkorlar nomidan qizg'in va samimiy tabriklayman. Muborak bo'lsin 80 yoshlar deyman. Bu kishining avvalgi yubileylaridan ishtirok etish baxtiga muyassar bo'lganmiz. Endi niyatim Azat og'aning keyingi yubileylaridan birgalikda ishtirok etish. Azat og'a bo'lsa mana shu o'stirayotgan farzand nevaralari, shogirdlarining baxti toqini ko'rish, 100 yoshlarga kirishini tilash. Ve bularning hammasida Azat og'a mana shu davrada o'tirgan davrdoshlaring hammasi sizga yoningizda tursinlar deymiz. Ömrünüz uzoq bo'lsin, baxtınız berdavom boqiy bo'lsin, ishlaringiz hamisha omadin rivojini bersin ve elimizga, yurtimizga mana shunday tinchlik, farovonliklar, osudaliklar, osoyishtaliklar yarashib tushaversin. Hammangizning hayotingizga bereket tilimiz, işleringizde rivoj tilimiz, mertebeleriniz ulug' bo'lishini tilimiz, yaxshilar yashayversinlar, yomonlar o'zining boshini yeversinlar, Azatga ulug' yoshlarga kirish nasib qilsin. Şu yoshlarga kirishda hamisha yoningizda turish bizlarga ham nasib qilsin. Endi bir kichkina bizlarga ham sovg'a qurib kelganimiz yo'q, kichkinacha va to'xtab tur. To'xtayni boshqa yana bir Abdulla aka Sobirov O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist mana bu yerda bizlarning ijodkorlar nomidan yozgan bir kichkina bir kalomimiz mana shu bitiklarga muhrlangan, bitiklarni uyda o'qiydilar, xudo xolasa. Azat aka taqdim qilamiz. Mana shuni uyga borganda bemayli xotir o'qib, xulosa qilib, aqlas. Endi bo'lsa Chapon kiydirmoqchilar. Ha, rahmat, salomat bo'ling. Azib barter qilib yuborasiz keyin. Ana xolos. Abdulla akamning so'ziga mashhur shoirimiz bor edilar, qo'shiqning shoir. Hammamiz sevadigan Oshiq Erkinning shogirdlari kelib turibdilar. Bular Azat og'am bilan juda qadrdon edilar Oshiq Erkin ota. Shuning uchun shu nomidan chiroyli she'rlarni olib kelgan mana kichikina bo'yli ajoyib shogirdi Tojivoy shoir turibdilar. Tabriklaymiz, ustoz. Assalomu alaykum Azat og'a. Sizni shu 80 yoshlik yubileyingiz bilan chin qalbdan tabriklayman. Oilaviy baxt, uzoq umr tilayman. 100 yoshlarga yuzlashib yurishingizni tilak qilaman. Afsona qur to'yxonada koshona, ta'zimda yurt qardosh barcha mehmona,
hofizlar san'atin el yurt jahona 60 yil targ'ib qilgan hamkor do'stona 80 yosh sohibi Bazm Shohona Ozod aka tavallud ayyom muborak. Xorazmda ochgan ilk studiya ovoz hayotiga aylangan kuy qo'shiq soz ahli san'atkorlar do'styori hamroz yuzlab shogirdlarga sevimli ustoz soz suhbat shaydosi alb qomat daroz Bazmi Jamshid 80 yosh sohibi e'zoz tarixiy lahzadan quvonch ehtiroz Ozodboy aka tavallud ayyom muborak. Salomat bo'ling. Rahmat, Tojivoy shoirog'i, rahmat. O'ktam shoir akamiz ham kelib turibdilar. Tabriklaymiz O'ktam og'a, Davletov, mashhur ustozimiz. Assalomu alaykum aziz davra qatnashchilari. Bugun Ozod og'amizni shunday yaxshi kunida o'tiribmiz. Ozod og'amiz shu sho'rlardan bundan ham ziyoratlarda 100 yosh yubileyingizdan kelib hamma qatordan kelmay tabriklab o'tirganmiz. Uzoq umr tilayman, sihat salomatlik tilayman. Bülbüller seyrasın çemen bağlarda çöllerini terk etip ceyran gitmegey. Belente intilip çıkar vaktinde ayağın astından nervan gitmey. Dost düşman eldinde rengin soldurup ger vaktin geçse de devran gitmegey. Bu hayat yolları çigel yollardır. Sefere sermans kervan gitmegey. Hem sövüp sövülsün aşırılar aklı ayrılık desteden giryan gitmegey. El yurtun sövüçü her bir oğul kız vatanını terk etip her yan gitmegey. Yurtumuzda şimdi yakşı günler bola versin, sağ salamet bulun. Xorazmning şevesi dımnakışlı, adamları meyir gözle bakışlı, derya tutar olmağa hiçbir uyu yok, lezgisine dengeleden şok küy yok. Bülbül seyrep keter koşuk sazına, koyar coşup nurun saçar yazına, dalası da açılada pak dur, dünyada yok koy kozası kamar sur, leçek varıp hürmettedir mamalar, çökürmede hoç gittin babalar, yep körgeller aytsın gülaptan negin, aklamata alakam magürvegin, bağları bar almayancı üzümlü, eyvalları saya salkın gücümlü, hoş geldiniz diye kucak açadı, bari yokun dasturkana saçadı, gel gelip gör aha, bir gelip gör aha, deberes aha, evvelden hem bizden yurtumuza gelen adamla toy tamaşa yakşı günlerimize aha deyip ketken, mınnakine aha deyip keteveredi, sağlık salametlik azatama 100 yaş tilaymiz, katta rahmet. Rahmat, ustoz O'ktam aka Davletovga katta rahmat aytamiz. Qadrli do'stlar, bir davr so'z qilib olamiz. San'atchilarimiz ham juda ko'p. Men hurmat bilan mana bu yerda O'zbekiston va Qoraqalpog'iston Respublikasi xalq artistlari aka G'ofurjon va G'ulomjon Eshonovlarni taklif qilaman. Marhamat ustoz san'atkorlar, bugun mana Ozod og'amni va assalomu alaykum. Ağabey, sen merteben şimdi belent oldu. Sebep parti algansan, doğru mu? Birinci ben, kalaverse Kemal Adil'le parti verdi. Şimdi sen velesi bitti yine vaktin yadın devam mı ben? Çamılcan Erken'i su arasını yazıp verdi. Ha plastik ikiye sıkı mıydı ahır balam desem. Yok su arası. Yanını bir yanı yazıp verdi. Yine bakara şimdi mertebe eriştin bulan hemmesi şu senet arkasında. Senetli davası. Rahmet. Sen neni gördün mü Corabik Murat'ın tebrikini? Elbette, elbette. Anşavam bir acayip Hacı Muhab tebrikle verdik usta. Şuna dedirman. Hava. Xudo kalası gelecek geldi. Hazır kariyede yaxshi. Ozodboy og'a Hayitovga uzoq umr tilaymiz. Hozircha davraning qo'shiqlar navbati mana biz e'lon qilgan aka-uka ustoz san'atkorlar O'zbekiston va Qoraqalpog'iston Respublikalari xalq artistlari aka-uka Eshonovlarga G'ofurjon va G'ulomjonlarni taklif qilamiz. Navoiy studiyasi yigitlari xizmat qilyapti. Hammangizga omad tilaymiz. Juda zo'r bugungi tarixiy tasma yaratilyapti. Ularga ham ijodiy barkamollik tilab qo'yamiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ozodga tabriklaymiz, umringiz uzoq bo'lsin. 100 yoshlarga kiring, sog' salomat bo'ling. Xonadoningizda hamisha yaxshi kun bo'lsin. Selam balamsan. Atan bilen Kamuzan Egen'i şopuradı, doğru mu? Ben kiçkine 10 yaşlarımda Kamuzan Egen çakırardı. Uya giyen vakti Eken bilen dostaydık. Hey Yeşan! Yakşı dedi, maşında oturardı. Bir uyalacağın adam edin o. Olsun balam dedi Kamuzan, Yeşan gelmedi, var çakır. Olsun balıp çakırıp gelirdi. Şu 93. yıl Kemalettin Rahim'in Sağlam Payta verdi.
Aken bilen apang şöyle unutmangla balam. Rahmet sağ olun Azat ağam ömrünüz uzun. Rahmet rahmet. Sağ olun. Sizlerden şu günlere getir Kudayım. Kapır bulam hemmenizi. Baktığımıza apang sağ olsun. Sağ salamet. Sizlerin suala acayip suala. Yakşı. Rahmet sağ olun Azat ağam.
Yok indi bize ihtiyar Dünyayı kildim savlab Dünyayı kildim savlab Merhamet çok çok dostlarımdan var. Gelir bahar gider, turnalar toplar gider. Gelir bahar gider, turnalar toplar gider. Bu dünyanın göz yüzü her gelen bahar gider. Nalı ciranım, nalı ciranım, nalı ciranım. Nalı ciranım, nalı ciranım, nalı ciranım. Gel yarım, gül yarım, nalı ciranım. Gel yarım, gül yarım, nalı ciranım. Mevzime göre saldırımdan özge eser yok. Mevzime göre saldırımdan özge eser yok. Aşık yüzün güzeldir, bundan özge güzel yok. Benim nalı ciranım, benim nalı ciranım, benim nalı ciranım. Benim nalı ciranım, benim nalı ciranım, benim nalı ciranım. Gel yarım, gül yarım, benim nalı ciranım. Gel yarım, gül yarım, benim nalı ciranım. Kalbimin rüvabında, sevgimlik kitabında, kalbin seni gazal durumdan ya gazal yok. Benim nalı ciranım, benim nalı ciranım, benim nalı ciranım. Benim nalı ciranım, benim nalı ciranım, benim nalı ciranım. Gel yarım, gül yarım, benim nalı ciranım. Gel yarım, gül yarım, benim nalı ciranım. Müsaatte bacıl durumdan özge acel yok. Müsaatte bacıl dur, bundan özge acel yok. Aşık gözün güzeldir, bundan özge güzel yok. Benim nalı ciranım, benim nalı ciranım, benim nalı ciranım. Benim nalı ciranım, benim nalı ciranım, benim nalı ciranım. Gel yarım, gül yarım, 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 benim nalı ciranım. Allah sağ olun. Salomat bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zbekiston xalq artistlari aka-uka G'ofurjon va G'ulomjon do'stlarimizga katta rahmat aytamiz. Salomat bo'linglar, salomat bo'linglar. Ozod og'amning yoshlarini basin. Bugungi davrada qatnashayotgan hammaga san'at, musiqa, ijodiyot hamroh bo'lsin. To'ylar bilan yashanglar. Mana hurmatli Ozod akamni tabriklayotgan mehmonlarimiz, qadrdonlarimiz juda ko'p. Endigi ashulani boshlashdan oldin yana bir Shukrona kunning chiroyli tabriklaridan bahramand bo'lib olamiz. Men hurmatli Ozod og'aning qizlari
Dilorabaxon akamiz xizmat qilayotgan, mehnat qilayotgan jamoat direktori hurmatli Sanjarbek Xudoyberganovni va yonlarida bir hamkasblari she'r yozib kelganlar akalarimizdan ana shularni taklif qilaman. Hozir farzandlar do'stlari tabriklaydi. Direktor buva qayerda? Sanjar aka marhamat keling. Navoiy bobomizning so'zi bor. Desanki taoming zoya bo'lmag'ay yedur va tilasanki libosing eskirmagay kiydir dedi. Bu hayotda katta tadbirkor bo'lib, elga, yurtga bunyodkorlik qilib, boy-badavlat bo'lib, dasturxon yozib, yedirib, kiydirmasa ham, lekin ma'naviy libosni kiydirgan ustoz bu Ozod Hayitov. Haqiqatda ham o'zining mana shunday chiroyli, xayrli ishlari bilan san'atimiz durdonalari avloddan avlodga yetkazayotgan ustoz. Ozodvoy og'a, muborak bo'lsin shukrona kuningiz. Mana qancha niyatlar, ajoyib istaklar bildirilgan bo'lsa, hammasini ijobatini Allohdan so'raymiz. She'rni yozib keldingizmi akajon? Tabriklaymiz, tabrik. Direktor qani, direktor. Ha, bo'lmasam she'rni aytavering, marhamat. Assalomu alaykum, aziz davra qatnashchilar, aziz mehmonu mezbonlarimiz. Mana bugun biz Dilorabo opamizning padar buzrukvorlari Ozodboy otamizning 80 yoshlik yubileylarida o'tiribmiz ekan. Men shu fursatdan foydalanib otajon sizga uzoq umr tilayman. 100 yoshlarga kirib yuring. 100 yoshga kirganda ham hamisha shunday turing. 32-sonli maktab internati butun rahbariyati, ishchi xodimi, pedagog o'qituvchilari nomidan sizga uzoq umr tilayman. Shu farzand nabiralaringizning baxtiga, taxtiga suyanib o'tirish hamisha nasib qilsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Otajon yoshingiz yuzlarga to'lsin. Farzandlar baxtini ko'rib yurgaysiz. Bu dunyoda doim omon bo'lgaysiz. Ko'ksingizda bu yurak doimo urib tursin. Otajonim ko'zlaringiz dunyoni shundayin ko'rib tursin. Xayr saxovatlisiz, himmatlisiz o'zingiz. Otajonim doimo kulib tursin ko'zingiz. Alloh qilsin umringizni ziyoda. Otajonim omon bo'ling bu omonat dunyoda. Rohat qizingizning shudir sizga tilagi. Odamlarning doim bo'lsin bir-biriga keragi. Siz shundayin keraklisiz, kerakdirsiz, barchamizga kerakdirsiz. Otajonim o'g'il hamda qizingizga 80 yoshlardan o'tibsiz. 90ni quvalab yuring. Otajonim 100 yoshlarga kirganda ham hamisha shundayin tetik turing. Rahmat. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana bu maktab internatimiz jamoasi bilan birga Ozod akamiz 80 yosh yubileyinde qatnashib o'tiribmiz ekan. 100 yoshlardan ko'payishi, bundan da Qatarda hech kim kamaymi, hamma qatnashib o'tirmoq nasib etsin. Hammaga shunday yoshlar tilab qolamiz. Güç kuvvet, yine de oynab gülüp nabiralarni baxtına sağ olib birgaysiz. Rahmat. Salomat bo'linglar, salomat. Jamoangizga jipslik tilaymiz. Doimo to'ylar, yaxshi kunlarda ajoyib ahillikda bordi keldi qilinglar. Rahmat, salomat bo'ling. Taniqli ustozimiz, ko'plab jurnalistlarimizning qadrdon ustozi, biz sevgan jurnalist, hurmatli Husayn Rahmon davrada o'tiribdilar. Bu Ozodov akam bilan bir partada o'tirib o'qigan qadrdon sinfdoshlari bo'ladi. Mana geldim, o'tiravering. O'tirib gaplayvering. Hürmetli dostlar, mana shu yubiley men uchun o'ta qadrli, o'ta noyob, o'ta go'zal yubiley bu. Bu Ozod ikimiz bunu 75 yıldan beri kütemiz. Şuna 75 yıl oldu. Sebebi ben Ozod Hayitov bilen birinci klasta bir partada oturup okuyanman. Ozod 80 yaşta yine
nişanlap oturupmiz, Xudoga biyada şükür. 100 yaşından birgen inşallahlı. Şunaça hemmeni tapkanı yaxşı gününe, tamaşasına, vakti hoşluğuna buyursun. Kala verse, Xuda kalasa, indi yıl, ben hep 80 yaşa giremem. Azat adam bari yok ki 9 ay kişkinemem ben. 9 ay. Şunun için Cora dedi, dostum dedi, klastaşım dedi, biraderim dedi. Ben bir elde bitireyim bir yubileyini. Sen benden urgen dedi. Nişep desturgan yazıştı. Nişep dostanı yaşlı günde çakırıştı dedi. Ne bir sazandelerden dostu biraderlerini öp gelişti dedi. Hakikaten bugün illik kalanı hakimi Nimetullah gelişi gerekedi. Akşam Ambaraman'da oturuverdi. Şu nekin, şu Nimetullah bugün yertelep telefon kıldı. Ben dedi, dostum öte bir muhim işim çık kaldı para almayman. Velican dedi. Yani illik kalanı bugünkü hakimi. O an bir yaşlı dostumuz hazır Xitay'da hükümet komisyası bilen Xitay'da yürüttü. Ular hep salam etti. Ben şimdi Azat Ağa'nın abrosu Aral dengizine koşulup gitken bir kette bir abroli git bu. Bunun çırası hiç kaçan içmeydi kuda kalasa. Deryadan taşıp, köpürüp, tolkıllanıp, yeyrep yaşayıp üspürgen ailesi. Ben Azat Ağa'nın atasını bilemem. Ekesi Harazim'e köp hizmet kılgan insan edi. O an bir zor adam edi. Hacı Kan Baltayıp, Kamilcan Atan yazıp, Atacan Kudaş görüp, artık Atacan'ıp, başka uğurlap, yüzlep senetkarlar bilen Azat Ağa'nın üyünde bulanmış. Şuna hemmesine atasız desturgan yazgan. Atasından ürgengen bu desturgan yazısını toy vereşi. Azat Ağa dostum merak etme. Çünkü benden 9 ay vurdu. Hudayım ömrünüz uzak olayım. Yaşlarınız 120 yaş. Giroğlu 120 yaşa yetken adam. Bana şimdi Giroğlu'nun yaşını görün. Harazime, yurtta, hemmege yaşlılık kılıçta sizden öğrenmeniz gerek. Böyle Ali Cenab barı gen insan. Sağ olun, aman bulun. Fakat özünüz emez. Perzentlerinize, artık çoğuluklarınıza sağlık, amanlık dilemen. Hiç kaçan bahtınız yatmasın. Belki senetkarlara sağlık, amanlık dilemen. Harazım'da abroyunu senetkarlar küteredi. Bunu böyle koyun. Kamilcan'ın ilatından ben deseniz oturup tazim verediler. Lakin şunu Kamilcanlarını kim Kamilcan kıldı? Maytapone yazıp Kamilcan mı, Hacı Han mı, artık mı, abi ağabeyler yen yürüttü. Yanımda yine bulacağım oturttu. Kette senetkar. Yine ağa ülkelerini içtik. Şulanı senetkar kılgan azıta ağır. Yine ularım sağlık amanlık dilimi. Ömrük sizden baktığınız yatmasın. Öte bir yaş yiğitsiz, nakuran yiğitsiz, acayip kalamınız var, yaşlı icatkarsız. Ben şimdi hem şirkette toylara başvuru birin. Abdullah sizem hem kesbim bahtı saadet dilime. İş kılıp hemmenize sağlık dilemen, amanlık dilemen. Hiçbirinin bahtın yatmasın. Hemen tapkanın toy yapıyorsun. Rahmat ustoz. Husayn Rahmon ustozimiz taniqli jurnalist gapirdilar. Rahmat. Shogirdlaringiz yana elga mashhur bo'laversin. Mana Komiljon Otaniyozovni, Hojixon Boltalarni mashhur san'atkorlarimizni e'tirof qilib o'tdilar. Bugun ularning izdoshlari davrada men hurmat bilan endi so'z va soz davrasiga O'zbekiston va Tojikiston xalq artisti qadrli Og'abek Sobirov zamondoshimni taklif qilaman. Og'abek og'a marhamat keling. Ozod Zugazapisni bugun yana bir navqironlik yo'liga o'tganligini ko'rib turibmiz. Ko'ngillari ham yoshardi. 80 yosh hech kim bormaydi Ozod og'ama. Hech kim bormaydi. Iloyim sog' salomat yurgaysiz. Mana shogirdlaringiz kelib davrani to'ldirayotganligining o'zi bir baxt. Mana shu davrada qancha so'zlar aytilgan bo'lsa, hammasi shu Ozod og'amning ijodi bilan, mehnati bilan, fidoyiligi bilan, san'atkorlarga bo'lgan mehr bilan, san'atga bo'lgan mehr bilan bog'lanib turibdi.
Bu davrada qancha tabarruk insonlarni ko'ryapmiz. Hammasi bizning eli yurtimizning ardoqli insonlari. Ilohim ana shunday ardoq, ana shunday hurmat barcha kelayotgan yosh avlodlarga ham nasib etsin. Marhamat, Og'abek aka. Rahmat Umr aka. Avvalambor assalomu alaykum aziz davra qatnashchilari, muhtaram otaxonlar, muhtarama onaxonlar, aka-ukalar, opa-singillar, katta kichik hammalaringizga xush kelibsizlar deymiz bugun. Ozod akamiz mana 80 bahorni qarshilabdilar. Mana shu 80 yoshingiz bilan qutlug'. 80 yoshingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim 90-100 yoshlarga kirib qolaversa, Go'ro'g'li bobomizning yoshini tilayman sizga. Shu 120 yoshga kirganda ham hammamiz o'rnimizni yo'qotmasdan, ana shu baxtli kuningizda qatorimizdan kam bo'lmasdan quvonchingizda sherik bo'lib turishlikni Alloh taoladan chin dildan tilab qolamiz. Ilohim shu sizning yoshingizda shuda o'tirgan hammamizni yetkazsin ilohim. Sizga o'xshab aziz bo'lib yurgaymiz. Tanajoningiz sog' bo'lsin. Bir jup ashulamizni sizga shu endi tabrik sifatida qabul qilasiz. Sog' bo'ling. Rahmat. Shuhrat medali sohibi, taniqli hofiz, xush nafas xonanda Ulug'bek Bobojonov, keling. Tabriklaymiz. Ayyom muborak bo'lsin. Mana hurmatli ustozning 80 yoshlik to'ylari hammamizning ko'nglimizga ham, hayotimizga ham yarashib, zip berib turibdi. Ilohim, ana shu ustozlar yoyilib, yozilib yashaylik. Marhamat. Katta rahmat. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli bugungi yaxshi kun to'y qatnashchilar, tabriklaymiz Ozod akamni. Ilohim shu ulug' yoshlari bilan 100 yoshlarga kirib yursin. Shu yerda o'tirgan hammaning uyida to'y bo'lsin. San'atkorlar hamisha xizmatda bo'lsin. Marhamat. Ustozlarning qo'shiqlaridan sizlar uchun ijro qilib beramiz. Marhamat sizlar uchun. Marhamat. Nagah kurban ko'chada o'sar vihramon, Qo'shqab tuyu ketdi, qo'shqab tuyu ketdi. Qo'shuvchida imo qilib olib basilar zam, bir boq tuyu ketdi, bir boq tuyu ketdi. Qo'shuvchida imo qilib olib basilar zam, bir boq tuyu ketdi, bir boq tuyu ketdi. Qilib yetdi meni o'ziga hayron, xush yoqdi-yu ketdi, xush yoqdi-yu ketdi. Bir shiva qilib yetdi meni o'ziga hayron, xush yoqdi-yu ketdi, xushim olib ketdi. Canım eğer bulsa kılayman ana kurban, Ot yaktı-yu ketdi, ot yaktı-yu ketdi. Canım eğer bulsa kılayman ana kurban, Ot yaktı-yu ketdi, ot yaktı-yu ketdi.
aşrabni bu dunyoda xarob etgan o'zingsan. Ey ko'zlari shahlam, ey ko'zlari shahlam, aytdi so'zini yoydi bu dunyoga faravon. Dog'dek to'yib ketdi, dog'dek to'yib ketdi. Aytdi so'zini yoydi bu dunyoga faravon. Dog'dek to'yib ketdi, dog'dek to'yib ketdi. Canan to'yib ketdi, bir baq to'yib ketdi. Davrada endi shuncha ustozlar orasida Ro'za xonim Odamboyevaga navbat yetyapti. Ro'za opam tayyorlanguncha mana bu yerda kichkina nevaralar turibdi. Shularni bir she'rini tinglab boraylik. Keling, keling, keling. Xudo xolasa Ozodvoyamning katta inson bo'ladi bular. Marhamat. Babam ketsa bo'lsa ham charchash bilmaydi sira. Pensiyalarini olganda Jisko bilan ovora. Boshimizda toj qo'ying, yonimizda bor bo'ling. Janajon bobojonim, mehribon bobojonim. Rahmat bobojonlarni ulug'lagan, olqishlagan mana shu jajjilarga porloq kelajak tilaymiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ozod akamni 74-73-yildan beri bilaman. Birinchi Otajon Xudo shukrib Xorazmga kelib san'atga chiqqan vaqtimda men hali maktabni bitirgan yoshgina qiz edim. Bize shu Ozod Alani, men shu katta davra edi. Bularning bir gruppasi, kompaniyasi Otajonamni shunday bir zapislarini qilib hamisha bizani hem og'amiz, meni masalan, men endi sal yoshroqman. Endi tezligingizda yetaman lekin tez. Hava, Xudoyim asla umringiz uzoq bo'lsin. Shu 1000 oyliklarni ham ko'ring. Yuzlara giring. Sizlarning insonlar Xudoyim shu oqtiqingiz, cho'vliqingiz, yovliqingiz, yotliqingiz hammasini rohatini ko'rmak nasib etsin. Eng go'zal yigit edingiz. Hozir ham go'zalsiz. Tfalam. Otajon ola bilan Bomurat akamlar, Ortiq akamlar, men ularning shogirdiman. Yadingda bo'lsa, Otajonanglar ne paxta planda olup, konsert oldu, kamızın ekeler emmesi olup, almapanlar soğup öye geldik. Öyde şu eşyalar oturttu, Cuma eke var şurada oturttu. Hava, Cuma'ya bak. Olsun, şimdi su aralarına aitti, dangat yatırdan, sen dangı 3, 4, 5 ol yatırdan. Olsun, ne aitti, Otajonang şimdi dedi oyun yolunu aydınlar dedi. Ha oyun yola oyuncu gerek dediler de indik skati. Ha oyuncunu dediğine Rüstem hep gelir de bir resim geçer Rüstem'ni verdi. Seni alıp geldiler dangı bir işte. Doğru mu? Yadında o mu? Yangi bazar. Evet. Şunun için bak niyetmağı hem muha hizmette sen yeniliyorsun. Sen hem 80, 90, 100 yaşlarını görüyorsun. Şimdi şu vaxtlarda hazırkıda oyuncular yok edi. Pul termeke oyuncu gerek edi. Ama oyunu bilgenim ne şu indi eşul aytıbman. Toylarda Atajonam charchar edi, qurlarda, vaqtda jonli ijro. Ro'zaga bir chiqsan deb zo'rdan torni ko'tarib ashula aytar edim. Hozirda xabaringiz bor. Qanasa bir vafodorimdan boshlaymiz endi. Bir
aşıpsan Köngel berdigim o mehabbetimi
gezmerem gülü gözar seyrine. Asli bahar istemerem gül gül olmazsa. Aman Ömürbek başınız to'ylar. Bobojon Safayev ustozimiz taklif qilamiz. Keling, bir jup taronangizni. Bobojon Safayev. Izindan İlhom Munjiq ham bor. İlhom Munjiq shogirdimiz, do'stimiz, qadrdonimiz ham bor, xudo xolasa. Hozir. Mana juda latofatli, tarovatli kecha. Hammaga mana Azat og'amni ajoyib to'ylari, yaxshi kunlari, murodli ayyomlari, shukrona kunlari qutlug' bo'lsin. Azat og'amning yoshlarini bersin hammaga.
Marhamat ustoz, xush kelibsiz. Salomat bo'ling. Qani stoykani olib kelincha bir Azat akamni tabriklab qo'yaylik. Azat aka, shu tabarruk 80 yoshingiz qutlug' bo'lsin ilohim amin. Hammamizni shunday yoshlarga yetkazsin ilohim amin. Sağlık, salomatlik bo'lsin. Shu yerga qadam bosib kelganlar ham hammalaringizni 80, 90, 100 yoshlarga yetkazaversin. Hammani tabriklayman, og'aylarni, do'stlarni, birodarlarni. Ashula aytish navbati zamondoshim juda muxlislarimiz uchun sevimli bo'lgan Ilhomboy Munjiqqa yetyapti. Hamma o'ynaydi endi. O'ynamasa bo'lmaydi. Ilhom Munjiq kelgandan keyin bu unda davra boshqacha bo'lishi kerak. Ilhomboy, tabriklaymiz do'stim.
Mübarek bo'lsin, mübarek bo'lsin. Ozod og'amdek bo'lib yurgaysiz. 80 yoshlarga yetib, mana Ruslanboy yilga xizmat etdi Navo studiyasi. Qanchalik yoyilib yozilib yuribdilar sizning duolaringiz bilan, sizning xizmatingiz bilan. O'zingiz ham kamtarin, qalbi pok, yuragi toza insonsiz. Shilapa juda yarashgan. Ana Nuriddin keldi, aytsin bo'lmasa. To'g'rimi? O'ta to'g'ri. Hammamizni shu yoshga yetirib birgay Xudoyim. Ilohim. Bo'lmasam boshladik. Rahmat söz vergeniz için Ömürbek aka. Azat aka, Xudoyim 100 yaşlara girin. Tebrikliymen hemmenizni bir karsak olsun. Şu vaklarda şu Zukazap işte mene şuradan moda bu anını koyup veremezler. Şu yerde Zuvani aldık İlhan Mıncık'ta. Rahmet Azat aka 100 yaşlara girin. Kanal tekemi kandaş doğalları, kudagayları hemmeniz merhamet. Kanı. Bunu söze eken edepsiz, tünüyün bizini bikem. Bunu söze eken edepsiz, tünüyün bizini bikem. Bikarlarını söyleyip size, başkanadan yerim kem. Bikarlarını söyleyip size, başkanadan yerim kem. Çalhoç sizi, yamalı sizi, kışlaklı doğut dedemsiz. Timmene görürseniz, başkanadan yerim kem. Timmene görürseniz, başkanadan yerim kem. Simak bize hayıp mı? Yavanlılık iyip mi? Başkanadan yerim kim? Yavanlılık iyip mi? Başkanadan yerim kim? Çalhoç sizi, yamalı sizi, kışlaklı doğut dedemsiz. Timmene görürseniz, başkanadan yerim kim? Timmene görürseniz, başkanadan yerim kim? Sizden bir surat, başkanadan yerim kem. Bizde sizden bir surat, başkanadan yerim kem. Çalhoç sizi, yamalı sizi, kışlaklı doğut dedemsiz. Timmene görürseniz, başkanadan yerim kem. Timmene görürseniz, başkanadan yerim kem. Başkanadan yerim kem. Tırımsız ye çakara, başkanadan yerim kem. Bakadını sürgeyesiz, birge devran sürgeyesiz. Bakadını sürgeyesiz, birge devran sürgeyesiz. Timmene görürseniz, başkanadan yerim kem. Timmene görürseniz, başkanadan yerim kem. Çalhoç sizi, yamalı sizi, kışlaklı doğut dedemsiz. Timmene görürseniz, başkanadan yerim kem. Timmene görürseniz, başkanadan yerim kem. Timmene görürseniz, başkanadan yerim kem. Merhamet Zazikat'ın lipesine.
Suzup aytayım garmonumni oynayım, suzup aytayım garmonumni oynayım. Bibin onu şağırıp suyam men deb aytayım, bibin onu şağırıp tatar yürün yürnayım. Lilla 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 la lilla la wa lilla lilla la lilla la wa lilla lilla la lilla la. Bibin ona şağırıp tatar yürün yürnayım, bibin ona şağırıp tatar yürün yürnayım. Annem aytdı hüde bihi maratlarga bar dedi. Annem aytdı hüde bihi maratlarga bar dedi. Maratlarda nerse var, motor kıyzi var. Maratlarda nerse var, motor kıyzi var. Lilla 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 la lilla 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 la lilla 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 la lilla 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 la la lilla la wa lilla lilla la la lilla la wa lilla lilla la la lilla la. Bibin ona şağırıp tatar yürün yürnayım, bibin ona şağırıp tatar yürün yürnayım. Maradarga barayım garmonumla oynayım, maradarga barayım garmonumla oynayım. Bibin ona şağırıp suyam men deb aytayım, bibin ona şağırıp yaratam deb aytayım. Lilla 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 la lilla 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 la lilla 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 la lilla 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 la la lilla la wa lilla lilla la la lilla la wa lilla lilla la lilla la. Bibin ona şağırıp tatar yürün yürnayım, bibin ona şağırıp tatar yürün yürnayım. Maradarga barayım garmonumla oynayım, maradarga barayım garmonumla oynayım. Bibin ona şağırıp suyam men deb aytayım, bibin ona şağırıp yaratam deb aytayım. La la lilla 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 la lilla 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 la lilla 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 la lilla 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 la la lilla la wa lilla lilla la lilla la wa lilla lilla la lilla la. Bibin ona şağırıp tatar yürün yürnayım, bibin ona şağırıp suyam men deb aytayım, bibin ona şağırıp suyam men deb aytayım. Rahmet ezle. Bir karsak olsun azizle. Hurmatli davra qatnashchilari, mana ustozni bugun Ozod Zugazapis Ozodjon og'a Hayitovni muborakbod qildik. 80 yoshlik yubileylari bilan, shukrona kunlari bilan qutladik. Mana Qoraqalpog'istondan, boshqa tumanlardan, Xorazmning turli joylaridan muxlislari, el tanigan mashhur san'atchilarimiz, o'ziga o'xshagan gigant san'atkorlar kelib, bugun to'yda ularning shogirdlari kelib, ajoyib ijodkorlar kelib xizmat qildilar. Ashula aytgan hurmatli Ilhomboy Munjiq do'stim, rahmat. Davrani go'zal qilib gullatganingiz uchun rahmat. Bojon og'amizga ham rahmat aytamiz. Otabekjonga rahmat. Nuraddin Matsaidov xizmat qilyapti. Do'stimizga rahmat aytamiz. Iloyim boshlaringiz to'ydan chiqmasin. Ruslanboy, sizlarga rahmat. To'ylar fayzli, chiroyli bo'lib, tarixiy tasmalarga muhrlansin, boshlaringiz to'ydan chiqmasin.
Bo'lmasam Tursunboy ustoz, keling bir fotiha qiling, duo qilamiz, duo qilamiz. Davrani mana shu joyda muxtasar qilmoqchimiz. Agar Ozod og'amni istasangizlar, soz istasangizlar, o'tirishma suhbatlarni istasangizlar, o'ylarini boraverasizlar. Hozircha mana 400-500 odam kelgan to'yxona allaqachon mana bo'shayapti, hamma uylariga boryapti. Yaqinlar, qadrdonlar shu yerda. Tursunboy akam, Abdullayev, meni qadrdon ustozim, Qoraqalpog'istonlik, Mang'itlik mashhur salomchi ustozga avvalom sog'lik tilaymiz. Yaqindagina Ka'batullohni ziyorat qilib keldilar. Qabul bo'lsin, ijobat bo'lsin iloyim. Martabalaringiz ulug' bo'lsin. Iloyim, sizdek aziz bo'lib yuraylik. Bir duo qilib bering. Sizning ham nomingizni yozdirib keldim ko'zim bilan diyorga. Borib o'chirib boshqa bir yozib kelasiz endi. Xudo xolasa, albatta, albatta. Nasib etsin hammaga. Ozod og'a, ana har bir boshlanishi bor narsaning yakuni ham bo'lgani yaxshi. Yakunsiz narsa yaxshi bo'lmaydi. Ilhom og'a to'yni yomon qizdirdingiz degan ajoyib bo'ldi. Zo'r chiroyli. Katta rahmat, salomat. Rahmat, sizni ham yetkazsan ana shunday yoshlarga. Tabriklaringiz to'ylarda qaytsin. Rahmat, omon bo'ling. Bo'lmasam, mana shu joyda muxtasar qilamiz. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. To'ylarda uchrashaylik.